daraja issiqda daraxt va ko'chatlarni qachon sug'orish kerakligini bilasizmi? Kunning eng issiq paytida, qoq obedda. Aslo sug'ora ko'rmang. Keling, yaxshisi bu haqda mutaxassisdan bilib olamiz. Anomal issiq davrida daraxtlarni to'g'ri vaqtda to'g'ri sug'orish katta rol o'ynaydi. Buning asosiy sabablaridan biri suvning bug'lanishini oldini olish hamda daraxtlarni to'g'ri parvarish qilishdan iborat. Daraxtlarni sug'orishda daraxtlarni yoshidan, tuproq holati, uning namligidan kelib chiqqan holda uning ildiz qismiga sug'orish kerak. Bunda suv hamda oziq moddalar daraxtning to'g'ri ildiziga yetib boradi hamda ortiqcha suv bug'lanishi oldi olinadi. Daraxtlar asosiy vazifalaridan biri hisoblangan kislorod yetkazib berish to'g'ridan-to'g'ri fotosintez jarayoniga bog'liq bo'lib, bunda suv hamda havodagi karbonat angidrid gazi quyosh nuri ta'sirida kimyoviy reaksiyaga uchraydi hamda kislorod va daraxt uchun oziq moddalar shakllanadi. Daraxtlarni to'g'ri sug'orishda issiq vaqtlarda kechki payt soat 20:00 dan tong sahar 5:00 gacha sug'orish tavsiya etiladi. Buning asosiy sababi paytda suv qizigan holda daraxtning ildiz tizimini zararlaydi. Daraxtning ildiz tizimi zararlanishi oqibatida daraxtlarni qurishi va nobud bo'lishiga olib keladi. Daraxtlarning bargi suvsizlangan holda, tuproq namligi kamaygan holda tez-tez sug'orish talab etiladi. Sug'orishda har doim daraxtlarning ildiz qismiga yetarli miqdorda suv berish maqsadga muvofiq hisoblanadi.